Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hurmatli O'zbekiston ahli, 2026-yil 20-mart Hayit bayrami bilan barchangizni muborakbod qilaman, tabriklayman. Yurtdoshlar hozir ovoz yig'ish jarayonining ham bir oxirlanchi kun ekan. Hozir Habib akamdan shu to'g'risida bir intervyu olamiz. 2400 ovoz oldik. Prezidentimiz aytibdi, 2000 ovozdan ko'p olingan holat bo'lsa, yutilgan deb hisoblayman dedilar. 2000 ovozdan o'tirib 2400 etdik dedilar. Shu to'g'risida bugun oxirlanchi kun ekan, faol bo'lib yurtdoshlar savob uchun ovoz berishlaringizni so'rab qolaman. Keyin batafsil eshitlaringiz mumkin. Habib akamning fikrlarini ham, lekin shu yoshida yana ovoz yig'ib savob uchun harakat etdilar. Habib aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz Hayit bayramlari bilan. Rahmat, selam. Bir de Hayit bayram hammangize kutlu olsun. Yaxshi günlü olsun. Bu ovoz alıp durmadik şu yerda, yine quvondik geldi. Ovoz alıp durmadik. Eğer de ovoz meşit üçün, üzerimiz altaran bu meşit üçün ovoz alıp Xudo xolasa ovozimiz ham 2400 oldu. Ovozimiz. Prezidentimiz bizlere aytdı, rahmet, prezidentimize rahmet. 2000 ovozdan artık bo'lgani hisoba alınsın diye prezidentimiz bizlere aytib koydu. Halkımıza rahmet. 2000 ovozdan artık ovoz aldık hozirgi vaqtda. Endi ilişimiz mi? Onu to'shni ma'lum emas. Lekin hozir Habib aka qarang, 2400 ovoz bo'ldi, lekin 9-o'rindamiz, to'g'rimi? 9-o'rindamiz. Lekin ko'pincha shu 5-o'rin, 4-o'rin, 6-o'rinlardan berilib yurganini eshitmadik. Bize satın almadık. Bizlerimiz halal minnetimiz bilen alıngan ovozimiz şu. Qarang, endi yana bir yerdan yana prezidentimizning 2000 ovozdan o'tgan yutildi deb hisoblaymiz degan gaplarni men ham eshitdim. Endi bize başka mahallelerine o'xshab turib ovozi yo'q berib, pul berib satın almayim. Şu mahallening 2000 dona faol insanları. Hakiki algan ovozimiz şu. 2400. 2400. Hazır ham bir yartı adam meşrit düşünde yine bizlerimiz meşrit düşünde. Endi bizlere 2400 ovoz prezidentimiz aytgani uchun yeterli deb o'ylab o'tiribman ben. Rahmat. Endi hozir bu murojaatimiz O'zbekiston Respublikasi prezidentine bo'ladi. Hem Xorazm viloyat hokimi, prokuraturasi bo'lsin, Hazaras tuman hokimi, qaranglar. Fuqarolar prezidentning aytgan gapini sizlere murojaat etib turibdi. 2400 ovoz bo'ldi, balkim kechadan 2500 olar 600, lekin 9-o'rin oldik deb turibdilar. Shuning uchun bize talab etib so'raymiz, shu 2000 ovozdan o'tgan ne g'olib bo'ladi deb aytgan gaplarni binoan sizlar ishi bizning murojaatimizni inobatga olib, shuncha 2400 fuqaroning ovoz berib shu yo'limiz asfalt olsun deb ovoz berganini inobatga olib, shu yerga asfalt etib berasizlar deb umiddamiz. Angriyani sizning himmatingiz o. Ana xabarimiz bor, ovoz o'pin budjetda o'ynamayman ham kerak bo'lsa, odamlar kam yuradigan aholi yo'q yerlarga asfalt o'tiribdi. Shuning uchun shu Karvak, Yangiobod büyük ejodlari asfalt etib berishingizni murojaat etib turibmiz yine. Bir esası mesela yine meşitimize köp yerden adam geledi. Yine geçen Bukhara'dan geldi. Turistler geldi bir yer, turistler. Türkiye'den turistler hem geldi. Üzüm gözüm bilen gördüm. Yine hep peki yine az hepinizi böldüm karang. Osman Süt Mektep yanı. Hoğan taraf Alkerek Mektep. Doğru mu? Yine Kabriston. Yine bu yol kette yol. Şunun yine prizden gelenden şunun aynalıp asfalt olup çık gitedi yine. Ahvalı köp yaşaydığa gerek, doğru mu? Çangda oturuptu misal için fuqaralar. Yine şu aytkanların Kabristan'ın yolu. Şunun için asfalt etip berişlerinizi bize iltimas etemiz hem talep etemiz.